أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alkışlar alemlerinin igisi Allah'a olsun. Bütün salat ve selamlar, aman isellikler, destekleşler ve kollaşlar bizning rahbarimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ailesiga, sahabilariga ve kıyametga kadar onun yoludan mangan yoldaşlarga bo'lsin. Amin. Assalamu alaykum qadrli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugün Ramazanның 3-cü günü. Allah bu Ramazanda kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, dualarımızı kabul kılsın ve icabet kılsın. Qarindoshlar, bugünkü söhbet Sure Baqara'nın 154. ayetinden boludu. Tüngünkü ayetinin ahiri yani. Allah Teala bu ayette yana bizge hitap kılıp şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi emvat bel ahya'u velakin la teş'urun. Sadakallahul azim. Ey müminler, sizler Allah yolunda öldürülgen kişiye ölük demanglar. Belki ular hayattır. Ularning hayat ekanligini siz his qilolmaysizlar. Sadaqallahul azim. Qarindoshlar, Allah bu oyatda bizga xitob qilib, shahidlar haqida hurmatli bo'lishimizni tavsiya qiladi. Shahidlarga hurmat qilishimizni. Shahid degan kim? Shahid degan qarindoshlar Allah yo'lida, Allah rizosini deb, Allahni xush qila olamanmiki deb, Allah rızası için Allah yoluga chiqib, bu yolda o'ldirilgan kishiga shahid deydi. Shahid shunda ulug'ki, Allah'ı hurmat qilib shahidni hisobsiz va azobsiz jannatga kirgizadigan bo'lsa, biz ma dunyoda o'zimizni musulmon hisoblab turib, mu'min hisoblab turib, aramizdan chiqqan qahramonlarimizni, aramizdan chiqqan shahidlarimizni o'lib ketdi, Xitoy o'ltirib etdi, yoki paloni munofiq o'ltirib etdi, yoki suiqasd uchrab o'lib ketdi deb o'lim kalimasi bilan yod etishimizni Allah chekladi. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar, shahid degan bir millatning ruhi, bir millatning urqi. Masalan, urq degan vaqtimizda dehqonlardan bilamiz, mahsulot olamiz. Hammasiga ehtiyojimiz bor. Ama ma'lum miqdorda urug'liq ep qo'ymasak, kelar yili ziroat qilolmaydi. Urug' bo'lmasa ziroat qilolmaydi. Ağam mahsulotimizning ko'pinchisini yesakmi, bir qismini urug'liq deb ep qo'yib, kelar yili uni terimiz. Mahsulotimiz yana davom qiladi. Shahid ash urug'liq o'xshan bir millatning ishidan chiqqan urug'liq. Bir millatdan shahid chiqmasa, u millatning nasli qurib ketadi. Şehitlik bir millet için bereket. Şehitlik bir devlet için bereket. Şehitlik bek ulug' narsa. Nima degan gap şehitlik? Şehit şu shahodat kelimasidan chiqadi. Ya'ni shahodat degan vaqtimizda Allah yani Qur'oni Karimda nima deydi? Allah uchun Allahning bir sifati alimul g'aybi va shahada. G'ayb va shahodatni bilguchi. G'ayb olimi deganimiz bizga maxfiy bo'lgan olam. Bizning va his tuyg'ularimiz bilan bilinmagan olamni g'ayb olimi deymiz. Ko'zimiz bilan ko'rolmaymiz, quloqimiz bilan anglayolmaymiz. Anandan keyin bizningki bu a'zolarimiz tutib eqib yoki berib eqib ko'giluldigan bir yerdagi olam emas. Bu butunlay bizdan maxfiy, bizning qobiliyatimizning, taqatimizning sirtidagi olamni alimul g'ayb deydi. G'ayb olimi deyiladi. Bu g'ayb olimini Allah biladi. Yana birisi alimu shahada deyiladi. Ma biz yashayotgan dunyo.
biz köreligen, tutalıgan, menep baralaydıgan yerde, onda anlayalaydıgan, onda tutup his kılalaydıgan alemni alim-i şahade deyildi. Şahada degen şahit bulalaydıgan alem degen gep. Yani şahit bulay deseniz, naq meydanga kelip körey deseniz, körelaydıgan alem degen gep. Şunun için mavu alemnin ismi alim-i şahade. Bu alim-i şahade biz yaşavatkan mavu dünya, biz şu insanların imtihan meydanımız. İmtihan berdigan ballarning bir meydan oludu, yoki bir sınıf oludu, yoki bir meydanda imtihan oludu. Şunun o'xshagan Allah rızası üçün imtihan berimen dep kelip, üzemning yaxshi inson ekanligimni isbotlab Allohni rozi qilaman deb imtihan bergili kelip böyle şu etrafımızdaki muş alemni alimu şahade deyildi. Şu imtihan belgili kelgen adamni, imtihandan ötken adamlarni şehit deyildi. Allah'ın bir ismi şehit. Yani Allah hem yerge davamlıq şahit olap toğaçqa, hem yerde. Alemnin, kainatның hem yerde hazır ve nazır hem nesini qarab turup bilip toğaçqa Allah'ın ismini şehit deyildi. Hem de bizning aramızdan çıkan Allah rızasını da vatanini qutquzishga tirishgan, millatini qutquzishga tirishgan insonlarni nima uchun shahid deymiz? Chunki bu insonmi musha alimu shahadada yashab, naq maydonga qatnashib, naq maydondagi kurashga, nafsimiz bilan bo'lgan kurashga qatnashadi, shayton qarshi bo'lgan kurashga qatnashadi, Xitoy tajovuzchilar qarshi bo'lgan kurashga qatnashadi. Yani düşman bilan elish meydaniga qatnashib, shu yerda elishib, en oxirisida Allah rızası uchun o'ltirilgandan keyin bu insonning bu o'ltirilishi shu odamning naq maydonga qatnashganligining isboti sifatida unga shahodatnoma beriladi. Ma inson ma'alimu shahadada kurashga qatnashdi, jangga qatnashdi, dushman bilan urushdi, pulidan kelganini qildi, en oxirisida düşman tarafdan o'ltirildi. Yani Allah rızasını deb jinini taqdim qildi. Mana bu odamning imtihondan o'tganligining shahodatnomasi. Ma dunyo universitetini tugatdi bu odam. Mana bu qulluq berilgan shahodatnoma deb qulluq shahodat berilgan insonlarni, shahodatnoma berilgan insonlarni shahid deyiladi. İmtihandan o'tgan kishilarga shahid deyiladi. Bu shahidlar Allah'ның mert bendileri. Allah'ın yaxşı diyen bendileri. Allah imtihandan üteleydi diyen kategoriyadaki bendiler. Bek ulug bendiler şehitler. Bu ulug bolgandikin, bu dünyadaki köreşke qatnaşıp, hemme narsani pida qılıp, canını pida qılıp, Allah'ın dergahına ketip, Allah'ın dergahida ma dünya hayatıdan kat ve kat üstün bir hayatı yaşavattan tursa, sizler aranglardan çıkan kahramanlarını, şehitlerini öldü deyişinler, şehitlerge kılıngan hakaret deydi. Ve la tekulu da demenler. Bunda kelimeni işletmenler. Öldü. Ölüm kelimesini işletmenler şehitke. Bel ihyaun. Bunda desem doğrumaydı. Ma doğru emas. Bu ölek emas. Belki bu da hayat deydi. Undaq bolganda qarindaşlar, biz özümüzni hayat dep qaraymiz. Ama aramızdan çıkan şehitlerini körep turumuz bazı çağda. Ölüp ketkenligini körümüz. Nima için öldü diyemeyimiz? Ölüm diye qarindaşlar. Hayattan ayrılıp qalgan adamga ölüm deymiz. Öldü deymiz. Hayattan ayrılıp qalganga ölüm deymiz. Texmi yuqori hayatga erishganga öldü degan olmaydi ki. Mesela birinci sınıfның balasına başta balımızı mektep qilib beramiz. Birinci sınıfga kirdi deyli. Birinci sınıfni pütügendan keyin ikkinchi sınıfga chiqsa, mektepni ayrılıp qaldi deymizmi? Diyemeymiz. İkinci sınıfni pütkizib, uchinchi sınıfga chiqsa, mektepni ayrılıp qaldi deymizmi? Diyemeymiz. Texmi yuqori sınıflarga chiqdi deymiz. Şunun o'xshagan shahidlar bu dünyadaki jang meydanida, köreş meydanında
jenidan ayrılgan bolsa, ma dunyodagi eng tön hayotdan ayrıldı. Ama o texmi yuqori hayotda yashayotdi. Dünya degan qarindoshlar, el hayatı dünya degan gap qarindoshlar, bu arabcha kelima, Qur'onda jiq chiqadi. Eng tön hayot degan gap. Mushu dünya hayotidanmi tön bir hayot bo'lmaydi. İnsan uchun. Biz hozir insonning gapini qilyapmiz-ku. Odam bolalari uchun, inson uchun mushu dunyoning hayotidanmi tön darajada boshqa bir hayot bo'lmaydi. Bu dünyanın hayatıdan tügendiğin keyin nim buludu, alemi berzah başlaydı. Alemi berzah hayatı, ya ki kabir hayatı deyimiz, bu dünyanın texmi, hakikat, texmi, hak bir hayat. Onundan keyin kıyamet hayatı kelidu. Kıyamet hayatı, alemi berzah hayatıdır mı, texmi hakikat, texmi emeliyetçil bir hayat. Onundan keyin nima hayat keladi? Ahiret hayatı, cennet ya cehennem hayatı. Bu yani ölüm zadi yok bulundu, ölüm öldürüldü, ölüm yok kılındı. Ahiret hayatı da ebedi yaşaş kademine basımız. Ya cennette ebedi ya cehennemde ebedi. İnsan muşunda ebediyet yolcusu kardeşler. Unda boğandı ki aramızdan şehit boğan bir kardeşimiz hazır hayattan texmi ali bir hayatga chiqqan vaqtida biz onu o'ldi desek haqorat bo'ladi. O'ldi desek haqorat bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, shahidlarimizni hurmatlashimiz lozim. Haqiqiy Allah rizosini deb yo'lga chiqib, vatanimni qutqizaman, millatimni qutqizaman deb bu yo'lga chiqib shahid bo'lganlarni hurmatlashimiz lozim. Ammo bizning haqiqiy düşmanımız bo'lgan Xitoy tajovuzchilari tiklab bergan qahramonlarni emas. Xitoydan tasdiq olgan qahramonlar haqiqiy bizning qahramonlarimiz emas. O'ylab boqayli, Xitoy danglayotgan qahramonlar kimlardi? Mayli u Gomindanning qo'lida o'lganlar bo'lsin. Xitoy shu asosan shu Gomindanning qo'lida unda qildi, Gomindanga qarshi buni qildi deb bizga danglab qahramon ko'rsatdi. Amaliyotda o'zining g'olchilarining qahramon ko'rsatdi Xitoylar. Shuning uchun qarindoshlar, Xitoylar e'tirof qilgan, Xitoy hukumati e'tirof qilgan, bu yaxshi odamdi, bu bizga mundaq to'p qo'shgan deydigan har qanday odam bizning qahramonlarimiz emas. Bizning qahramonlarimiz Sabit Damollamdek odamning qahramon. Abduqodir Damollamdek kishilar qahramon. Zeydin Yusufdek kishilar qahramon. Mushunda qahramonlarni ulug'lashimiz lozim, hurmatlashimiz lozim qarindoshlar. Bunda qahramonlar aramizdan chiqib turishi lozim. Qahramon chiqish tugab ketgan vaqtida qarindoshlar, millat kesel bo'lib ketdi. Kesel odam qanni almashtirib etmasa, qani buzilgan odamning qanni almashtirib etmasa o'ylab qolgandek, millatdan qon oqib turmusimi, shahidlar chiqib turmusimi, u millat o'ladi. Shuning uchun aramizdan qahramonlar chiqishi lozim, shahidlar chiqishi lozim. Chiqishi lozim-da, u shahidlar men bo'lishim lozim deb shu shahidlik maqomini tanlashimiz kerak. Peygamber Aleyhisselam nima dedi shahidlar uchun? Bu dunyoda hammadan o'lib, jannatga kirgan vaqtida xo'shulab ketadi deydi. Bu dunyoga qaytib kelishni hech kim xohlamaydi. Faqatlam shahidlar orzu qiladi-ki, agar shahidlikka bu qadar izzat ikrom qilinadigan bo'lsa, bu qadar hurmatlanadigan bo'lsa, qahramonlikning maqomi bu qadar yuqoriladigan bo'lsa, men dunyoga qaytarilsam kashki, tekrar o'ltirilsam Allah. Öldürülgenden keyin yana Allah meni yana dunyoga qaytib iverse, yana tekrar o'ltirilsa deb shahidlar buni arzu qiladi deydi. Qarindoshlar, shahid bek ulug', shahidlik bek ulug'. Shahid bo'lashqa, shahidlik maqomini qo'lga keltirishimiz lozim. Endi bu yerda men
şehit unuttum deb jang maydoniga chiqib o'qqa o'zimizni tutib berib o'ltirib olish u shehitlik bo'lmaydi. Shehitlik qanday bo'ladi? Shehitlik degan mana bu haq yo'l. Masalan, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni besib oldi. Xitoy tajovuzchilari dunyoda birinchi numurliq kafir, birinchi numurliq dushman. Chunki bu vatanni besib oldi. Vatanni besib olgandan keyin Sharqiy Turkistonlikni butun insoniy haq huquqlaridan mahrum qildi. Hozir Sharqiy Turkiston xalqining hayotiga ta'dis silyotidi. Sharqiy Turkiston xalqini idamga, o'limga mahkum qildi. Hozir shu o'limni ijro qilyotidi. Bu Allohning dushmaniga biz qarshi turib kurash qilmasak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bu yo'lda o'lganlik shehitlik bo'ladigan bo'lsa, men mush yo'lda o'laman deb Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashish yo'lida er kishilarcha o'ttirg'i chiqib, qo'limizdan nima kelsa, saviyamiz nima yesa shu xizmatni qilgan vaqtimizda. Anandan keyin Alloh yarab qolsak, imtihondan o'talab qolsak, Allah bizga cennetni loyiq ko'rib qolsa, anandan keyin shehid bo'g'iladi qarindoshlar. Shehid bo'lib ketsam qanday qilaman, yo Xitoy o'ltirib qanday qilaman deb qo'rqishga kerak yo'q. Qo'rqadigan narsa emas bu. Arzu qilib Allah bir şehitlik makamı bəs ekan deb arzu qilinadigan bir maqam bu. Bu maqamni arzu qilish uchun shu yo'lga chiqamiz Alloh rizosi uchun. Allohni xo'sh qilish uchun işgaliyet astiga tushib qolgan vatanimizni ozod qilish uchun, mustaqil qilish uchun tekrardan xalqimizni ozod qilish uchun yo'lga chiqamiz. Bu yo'lda mayli Xitoy bilan tig'mi-tig' elishib Allah aşında bir fırsatını yaratıp, eğer şu yolda vefat edip ketsek, tig'mi-tig' elishib o'laylik. Mayli shu sharoitni yaratish uchun hozirdan tortib yo'lga chiqib bir yerlarda o'laylik. Bu inson uchun buningdan yo'g'i sharaf bo'lmaydi. Bir millat uchun, bir xalq uchun buningdan sharaf bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu haqqoniy Allah'ını xo'sh qilish uchun bu haqqoniy kurashga otlanaylik. Bu bizning haqqimiz. Vatanni qaytarib olish bizning haqqimiz. Xalqimizni ozod qilish bizning haqqimiz. İnsandek yashash, inson haq huquqlarimiz bilan yashash bizning insonlik haqqimiz. Xalqaro qonunda bizning haqqimiz, Allah'ın qonunida bizning haqqimiz. Vicdanımızdan aldığımız ahlak muşunda ötep bizmi imansız dünyadan ketiş xatiri var. Biz aş qo'g'dayman da'vatdan vatandagi ota-onamiz, bola chaqalarimiz mı Xitoyning assimilyatsiya bu yo'lda to'g'ri yo'lga chiqib qilish, oilamishni qutqizib jannatga elib ketish degan buningdan yo'g'on maqom bo'lamdi. Buningdan yo'g'on qozonch, g'alaba bo'lamdi qarindoshlar. Shuning uchun kurashga atlanaylik. Vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga atlanaylik qarindoshlar. Alloh bizlarni haq yo'lda manganlardan, haq yo'lda mücadele qilganlardan ve bu yo'lda şehit bo'lganlardan qilsin. Şehitlerden qilsin yoki şehitlerning maqomini bersin. Biz millatni uyg'onishimizga, tekrar tirilishimizga Alloh yordam qilsin. Qarindoshlar, biz yaşagan müddetçe Allah subhanahu ve taala İslamiyetini ayırmasın. Ölüdüğü vaktimizde, şehit olduğu vaktimizde iman ve tövbeden ayırmasın.
Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.